Zo'r joydan, zo'r lokatsiyada sotuvga chiqdi. Shunday ko'rib turgan zdaniya yonboshda esa shvenniy sex ishxonasi bilan, undan tashqari ko'cha tarafda ham bitta ishxonasi bor. 7 sotili uchastka sotuvga chiqdi. Birinchi etajni tanishadigan bo'lsa, shunaqa o'zigacha katta zallari bor ekan. Bu yerdan ko'rsataylik uchun. Bu yerda bitta kabinasi, bu yerda esa bitta kabinasi bor ekan. Endi esa tepa qismini tanishtiramiz. Shu joyda birinchi etajda bitta tualeti bor. Endi esa ikkinchi qavatga tashlab. Ichidan kirib kelganimizda mana shunday buxgalteriya xonasi bor ekan. Yaqinimizda esa endi esa bu tarafda gastiniy xonasi bor ekan. Tualetlari bilan, sharoitlari bilan. Tualetni ham ko'rsatib qo'yamiz. Chiqqanimizda bu tarafda ham mana shunday xuddi shunday yana bitta gastiniy xonasi bor ekan. Ichkarini tanishtirib qo'yamiz. Va bu joyda ham tualetlari bor. Eng zo'ri, eng qizig'ini aytayim sizlarga. Shunday bu tarafda avarning xoti ham bor ekan. Nafsay suv-ichini. Ikki etaj bilan polностью tanishtirdim deb o'ylayman. Bu tarafda esa shunday o'zgacha bo'lgan bachov bor ekan. Undan tashqari esa bu tarafda polniy zdaniyani isitib beradigan umniy kotyol bor ekan. Xullas mana shu ishxonani polniy isitib beradi. Endi esa tashqi qismini tashtiraman. Ko'rib turganingizdek, ikki etajning zdaniyasi yonboshida avarniy xot aytib o'tganimizdek zeleniy zonaga mana shunday qilib chiroyli qilib qo'yib qo'ygan ekan. Bu tarafda esa shvenniy sexi bor ekan. Qani ketdik. Eshikda shunday kirib kelganingizda 10 ta shvenniy sex, averlosi ham bor ekan ichida. Bundan tashqari esa bu yerda bitta kabinasi bor. Qarang, bu joyda o'zgacha bitta kabina va kirganda 10 da mana shu joyda ham ayollar uchun kabinasi ham bor ekan. Shvenniy sexdan tashqari bu tarafda esa ham ko'cha tarafda shunday o'zgacha bo'lgan zdaniyasi bor. Ikkita tualeti ham bor ekan. Esa ko'cha qismidagi o'sha ishxonasi bilan tanishtirib, shunaqa tayyor parkovkalari ham bor ekan. Endi esa ichkarini tashlamiz, ketdik. Qarang, kirib kelganda shunaqa katta bu joyga ham rashina berilgan ekan 3 fazaga. Xullas, meni fikrim 3 ta boks qilib, ishxona qilib ishlasa bo'laveradi. Shu joyimiz sotuvga chiqdi. Ya'ni bu joy 7 sotik. Hozirda ishxona bo'lib ishlayapti-ki, Kamenskiy bo'lib qoladi. Shunda xohlasangiz uy solib ishlasangiz ham bo'laveradigan joy. 7 sotiklik 3 faza polностью svetlar kirilgan, qizil kitob dokumentlari bor. Bu joy qayerda deb so'rayotgansiz, Jalolobod, Manas shahrida. Hozir esa adreslarni tushuntirib ketaman. Narxini aytadigan bo'lsak, $195,000 deyapti. Biroz kami bor. Egasi nomerlarini afsonaga qoldirib qo'yaman. Endi esa adres tushuntiraylik. Ketdik. Shunday Glavniy ikki ko'chasi bor, ikki tarafida. Buni esa uzun ko'cha deb qo'yar ekan. Bu O'sh-Bishkek trassasidan to'g'ri 150 metr bosib tushib kelganda Yandexda adreslarni qoldirib qo'yaman. Yozsangiz shu joyga tuzdan tuzab keladi. Bu yoq esa 100 metr o'rn yerda masjid bor, 150 metrda esa maktab bor ekan. Aloqaga chiqarasizlar. Kimda kim shunaqa joy istayotgan bo'lsa, videoni yaqinlaringizga tez jo'natib qo'ying.